Qara altun film qanlimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli ko'ndoshlar. Qara altun film qanlimiz. Qurilgan qisqagina bir yil ichida film qanilimizga a'zo bo'lganlarning soni 600 dan oshdi. Bizni qo'llab kelayotgan qarindoshlarımizga rahmat aytish hamda bizni yangidan qo'llamoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz uchun 2026 yillik a'zo qabul qilmoqchi oilasidagi iqtisodiy qiyinchiligi bor bolalari ko'p bo'lgan qarindoshlarimizga bahoda e'tibor beriladi. Tor betimizga qo'yilgan filmlar faqatla tarjima filmlar bo'lib qolmasdan, balki muhojiratda ishlangan va ishlanmoqchi bo'lgan filmlarni asos qilamiz. Biz hozirgacha xo'rlangan vijdon, qon, qaytish, jasusning iztirobi qatorliq filmlarni ishlab ko'rmanlarimizning huzuriga sunduq. Oldimizda ishlamoqchi bo'lgan filmlarimiz, xalqimizning ichidan chiqqan qahramon o'g'il-qizlarning obrazi yatilgan filmlar tariximiz, ko'chmanlik hayotimiz tasvirlangan oilaviy tarbiyaviy ahamiyatga ega filmlarni ishlamoqchi qora oltin film gruppasi nomi bilan keng xalqimiz ichidan hamkorlashuvchi artist va ssenaristlarni qabul qilamiz. Film qanilimizga dastlabda faqat tizimga oldirgan qarindoshlarimiz ichidan tanlash orqali hadiya sovg'a qilishda oliyatini elib boramiz. Bir yillik mushtari haqqi taqatlar 24 butun %99 yevro. Aloqalash uchun Nadijan aloqalash WhatsApp nomeri